Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Diqqatingizda navbatdagi Dopalife eksklyuziv sahifasi va men uning riyosatchisi Go'zal Raziyeva. Xalqimizning sevimli qizi, talantli naqshchi, kompozitor Sanyam Ismoil bugun bizning mehmonimiz bo'lib o'tirdi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, Go'zal. Az kunda Almuta shahrining eng cho'ng sahnalarining biri Davlat saroyida sizning yakka konsertingiz o'tmoqchi. Tayyorliklar qanday bo'lyotdi? Shukri, tayyorliklar yaxshi bo'lyotdi. 4-oydan boshlab mushu kechilikka tayyorlik qildik. Mushu kechilikka tutish qilishning oldida men bir narsadan qo'rqdim. Iqtisod jihatdan hech narsadan qo'rqmadim. Men bir narsadan qo'rqdim. Men qarindoshlarimizni, xalqimizni bak yaxshi ko'rman. Hatto o'zimning hayotimni munchalik yaxshi ko'rmayman. Shu kechiligimga, shu mening naqshlarimni yaxshi ko'rayotgan qarindoshlarimiz ozmidi, jiqmidi, meni shunchalik yaxshi ko'ramdi degan narsadan qo'rqaman. Albatta bu kechilikka oz emas, bak ko'p iqtisod ketadi. Bu kechiligim mening pul tepish kechiligi emas, kommersiya kechilik emas. Bu biletdan kirayotgan pullar hammasi bizning shu usulchilarimizningki, ishlayotgan qarindoshlarimizningki, menga yordam berayotgan, mayli sahnadagi, mayli dekoratsiya bo'lsin, shu ishlarni qilayotgan qarindoshlarimizningki rizqisi. Muzikantlarga kelsak, kechilik 2 soat naq maydon bo'ladi. Siz emgekchan artistlarimizning biri. Oxirgi vaqtlarda muxlislaringizni yangi naqshlaringiz bilan pat-pat xushal qilib tursiz. Siz nimadan ilhom olsiz? Hamda har qanday san'atkorningki bir naqshisi tomoshabinlarning ko'ngliga tushsa, demak u bir san'atkorningki bir baxti deb hisoblandi. Men endi o'zimning naqshlarimni o'zim xalqqa yaqin bo'lishga intilaman. Xalqimiz uchun sahnada naqsh aytgan vaqtimda mayli oldimda 5 odam o'tasin, mayli 200 odam o'tasin, mayli 2000 odam o'tasin, men naqshini o'zim uchun aytmayman. Men naqshini shu mening naqshlarimni anglayotgan tomoshabinlarningki birsiningki dadi birsiga o'xshamaydi, birsiningki taqdiri birsiga o'xshamaydi. Demak, men shu naqshiningki mayli 4 minutlik naqsh bo'lsin, mayli 2 minutlik naqsh bo'lsin, shu naqshi bilan tomoshabinninki dardiga darmon bo'la olsam, xo'shallik bo'la olsam, demak men sahnada tursam bo'ladi. Qalamni qo'limga olgan vaqtida men o'z beshimning o'tgan, o'z ko'zim bilan ko'rgan ahvollarni yoki bo'lmasa mening do'stlarimning, tuqqanlarimning yoki shularning tuqqanlarininki hayotida uchragan temalarni asos qilib tekshiq solaman. San'atimizni shunchalik darajada naqadar suydiğimni faqat o'zim bilaman. Qalamimni olgan vaqtda yuragimdan qezib turib xalqimga yetkazishimni eng birinchi o'rinda qo'yaman. Shukri, har qanday naqshamni tomoshabinlarimiz yoqtirib anglayotdi. Texmi tirishiman. Siz ikki mamlakat orasida xizmat qilyapsiz. Bu siz uchun osonmi? Ikki davlatda xizmat ko'rsatish qaysi jihatdan test desangiz, yo'l jihatdan sal test. Biroq hozir hamda 10 yilning yog'iz ko'nib qoldim. O'zimning kasbimni yaxshi ko'radigan bo'lgandan keyin har qanday ishni test ko'mayman. Bel bog'laganki, beshni boshlaganki, chuqum oxirini chiqarman deb o'ylayman. Oilangizda qanday yangiliklar bor? Go'zal, bizning oilamiz san'atkorlar oilasi desek bo'ldi. Yo'ldoshimning ismi Akbar Fayzulla. Urumchi shahridagi 20-boshlang'ich maktabda kichik bolalarga muzika ham naqshlarni o'qitadi. Bizning kunduzi yo'ldoshim maktabga ketgan vaqtida men bola qarayman. Bizning bir qizimiz bor, Zilola. 2 yosh kiray deb qoldik. Mening bayqashimcha siz aytgan naqshlaringizning so'ziga, cho'nqur ma'nosiga alohida bir ko'ngil bo'lgan o'xshaysiz. Mana yaqinda Dilmurod Baxarov akamiz bilan hamkorlikda chiqqan yangi bizning naqsha to'g'riliq aytib bersangiz. Bo'ldi, Go'zal. Bizning naqsha degan naqshamni nima uchun bizning naqsha deb qo'ydim desangiz, chunki bizning degan
so'zmi o'zi to'liq o'zining ma'nosini ifodalab beradi. Bizning demak bizning. Men o'zim har qanday bizning xalq naqshlarimizni, yangi ijodiyatlarni shunchalik qizg'inib turib anglayman. Naqsha mangu o'chmasin. Hozir endi zaman ilgirlab bizning bolalarimiz, bizning yoshlarimiz asos jihatdan chatning naqshlarini anglaydi. Demak, men shu naqshni yozgan vaqtida yoshlarimiz anglagan vaqtida bizning burungi naqshlarimizni unutmasin. Agarda biz o'zimizning naqshlarni kutib, yatlab, ko'nglimizga solmasak, bizdan boshqa hech kim qilmaydi, Naqshimiz shunday yaxshi chiqdi deb o'ylayman, tomoshabinlarimiz shunday qo'lladi. Shunga men bu naqshamni shunchalik yaxshi ko'raman, ham shunday chiroyli chiqdi deb o'ylayman. Shunga kishiligimning nom ismini bizning naqsha deb qo'ydim. Немешкеде bizning naqshchilarimizning to'lisi er kishilar. Mümkün bizning hadisinglarimiz o'zining talantini yo'shimay, cho'ng sahnalarga chiqib, siz o'xshash Uyg'urning san'atiga bebaho ulushini qo'shgan bo'lsa, shunday yaxshi bo'ladi. Qanday o'ylaysiz? Bu savolingizga go'zal men bunday javob beray. Sizmi turmushliq, sizning bolangiz bor, menmi turmushliq, meningmi bolam bor. Bu yerda endi bizniki balkim talanti bor, hadlarimiz, chiroyli qizlarimiz balkim ailəyə bəkərək ko'ngilni berayotganlikdan, shunday fursatdan foydalanyapti. Masalan, shaxsan mening opam burun institutlarga tanlanib, baletga musobaqalardan o'tib, biroq shu bizdan deb, oilani deb shu yerga shaharga qaytib kelgan. Balkim shu turmush sababidan shu ishlar to'salg'i bo'lgan chiray. Endi hadis süptide bizning umaq chiroyli talantliq yosh qiz yigitlarimizga o'qiyotgan yoki bo'lmasa o'qishga tushmoqchi bo'lgan qarindoshlarimizga mening ko'ngildagi so'zim har qanday ish oldimizga kelgan vaqtda albatta qo'rqinchlik bo'ladi. Qanday bo'lar, men qila olamanmi, qila olmaymanmi yoki bo'lmasa balkim qilamasam qanday qilaman deydigan bir qo'rqinchlik bo'ldi. Mendan bo'lgan o qo'rqinchi. Demak, shu nishonimizni ko'zlagan vaqtida hargiz u bir odamga bog'lab olmay yoki bo'lmasa bir narsaga bog'lab olmay, biz nishonni ko'zlab nishonga mangsak, shu nishonimizga yetamiz. Sen ham o'zingizning oltindek qizingiz cho'ng bo'yotdi. Texi kichik bo'lsa-mu, shu tatliq qiliqlaridan san'atga xumorligi bilinib turdi. Zilola cho'ng bo'lganda sizning qadamingizni besib, naqshchi bo'lganga qanday qaraysiz? Albatta, barliq kuchim bilan tirishiman. Mening bolamning asos jihatdan ovoz chiqmaydigan o'yinchoqlarni faqat o'ynamaydi. Cho'qim ovoz chiqish kerak, cho'qim muzika bo'lish kerak u o'yinchoqda. Har qanday muzikani bir qitim anglasa, shuni o'z ayni qaydirib o'z menga o'qib berdi, menga aytib berdi. Shukri, cheksiz shukri. Cho'qim dadasi ikkimiz hozir shunga tirishyapmiz. Uyiga mushtaq o'z yaxshi ko'radigan asboblarni ip bo'ldik, asta tama ko'l bo'la, shunga tirishyapmiz san'atchi qildiganga. Tövendeki savollarni bizning Dopalife tor betimizga sizning muxlislaringiz avatgan. Ularga siz ko'p o'ylanmay, chaqan javob berishingiz kerak. O'tgan vaqtdagi qaysi kunga qaytib kelgingiz keldi? Kichik vaqtim bor. Chunki men o'qishga bek amroq, yana qaytadan 5-dan kechirgan bo'lsam bek yaxshi bo'ladi. Siz nimadan bek qo'rqsiz? Otdan. Qaysi film sizning qalbingizda cho'ng ta'sirotlarni qoldirdi? Men shu chet tilning kinolardan Qaysar yurak degan kinoni bek yoqtiraman. Kuniga 10 qitim ko'rsam zerikmayman. Oxirgi qitim nima uchun yig'ladingiz? Oxirgi qitim o'zimning qizimni o'zim hay deb qo'yib, bolam yig'laganda men tang yig'lab o'tirdim. Ömrünüzdeki en baxtli kun? Ömrümdeki en baxtli kun 2012 yılı to'y qilgan kunim ham 2015 yili
Balamni o'zimning tug'ilgan kunim bo'shandim. 10-ayning 11 ikkimizning tug'ilgan kuni bir kunda. Agar 1 million dollar utib olgan bo'lsangiz, birinchidan nima qilardingiz? Men bu savolni o'zimga qo'yib boqqan, agarda meningda tuyuqsiz bir pul kelib qolsa-mu, mayli tuyuqsiz kelmasa-mu, men o'zim ishlab tepib shu pulga erishsam, men har kuni 10dan qarindoshlarimga to'xtamay yordam berdim. Mayli doktorxonaga borsam, mayli ishga borgandek deganda qo'pib, kechqurun balaxlam uyga qaytib kelib degandek qarindoshlarimga yordam berdim. Yaxshi xabarni kimga tunji aytasiz? Apamga. Qaysi ishqa eng jiq vaqtingizni bo'lgingiz keldi? Mashqqa. Qaysi yerda sayl qilishni yoqtirsiz? Asos jihatdan ya uylar bor yerda. Masalan, bino uylar emas, ya uyimiz qo'rov bo'lsa, kalalar, shu qo'ylar bor, to'qolar bor yerga. Siz uchun kim ulga? Men uchun mangu mening dadam ulga. O'zingiz Uyg'ur tibobati bo'yicha davolanib ko'rganmi? Ha, bir necha qitim. Siz qaysi taomga usta? Taomga kirmaydi, aytgancha usta. Tamoqdan anchimi ipim yo'q. Endi bilmayman bir necha tamoqlarni asosiyatdan kesib egisi bo'lgandan keyin opamni to'ydi degan bolamga cho'mishni o'rniga mikrofon tutqazgan deb. Naqshada qizg'inaman degan so'z bor. Hayotda qizg'inamsiz? Hayotda ancha emas. Sehrliqqa ishonamsiz? Bek. Odamlar bilan til tepishish siz uchun o'ng'aymi? Ha. O'y. Qanday hunar bilan tug'ilganingizni armon qilardingiz? Agarda yana bir hayotga kelish fursat bo'lgan bo'lsa, yana san'atkorlikni tanladim. Eng yoqtiradigan maqol tamsil? O'zingda yo'q, olamda yo'q. Oilada necha bola bo'lish kerak? Jiq bo'lish kerak. Nima bilan faxrlanasiz? Dadam bilan opamning bolasi bo'lganlikdan faxrlanaman. Muxlislaringiz bilan aloqalashib turamsiz? Pat-pat. Mana bizning mazmunli suhbatimiz oyoqlashib qoldi. Saniyam vaqt bo'lganingiz uchun ko'p rahmat. Rahmat Güzel. Sizlar bugun javob tatdinglar. Amsa 10-ayning 8-i Cumhuriyet tarixida barliq san'at suyar qarindoshlarimni chin ko'nglim bilan taqozolik bilan sizlarni kutaman. Rahmat sizlarga, ko'rishguncha omon bo'laylik. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Я хочу поделиться своими впечатлениями. Для нас большая честь и большой опыт танцевать на одной сцене с таким большим человеком, со звездой уйгурской эстрады. Приходите, будет очень интересно, мы ждем вас.